Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Arashan ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Qurmonbek akamning qo'ralaridamiz, Bishkek shahrida. Assalomu alaykum, Qurmonbek aka. Ассаламу алейкум. Wa alaykum assalom. Qurmonbek aka, расскажите, какой адрес здесь? Адрес Чуйская область, Ага. Московский район, село Беловодское. Chuyskая область, Moskovskiy rayon, selo Belovodskiy, Belovodskiy da. Hozir obunachilarimiz shu akamizdagi qo'chqorni ko'rsatamiz. Brat, как называется qo'chqor ваш? Безухий. Bezuxini sizlarga obzor qilib beramiz. O obunachilarimiz mana Bezuxi degan qo'chqor. Mashalloh, tabarakalloh. Ashe gigant ekan qo'chqori. Mana obunachilarimiz Bezuxi degan qo'chqorimiz. Почему, брат, Безухи все сейчас будет вопрос задавать? Вы скажите. Ну, у него одно ухо нет уже. Ага. Изначально, как он родился, после какое-то время прошло, у него ухо безухого. Hozir qulog'i yo'qligi uchun, kesib tashalgani uchun shu Bezuxi deb qo'yilgan. У него отрезали, да, уши? Ну, точно не знаю из-за чего. Aha. Но говорят, из-за того, что ухо замерзло. Qulog'i muzlagan uchun o'shaning uchun kesib tashalgan qulog'i. Mana obunachilarimiz qo'chqor вообще dahshat, ayu yoshida, mashalloh. Ko'rsatyapman. Сейчас сколько ему год? 6 лет. 6 let da. Да. 6 yosh ekan mana. Mashalloh. 6 yosh bo'lsa ham o'zi baquvvat, zabardast. Joyida turmayapti. Akamiz qiynab tashlayapti, ko'ryapsizlar. Параметр у него какой, брат? Ну, в холке 1,4 сантиметра. Ага. Уши 20 плюс. Где-то 21 почти. Mashalloh, joyida turmayapti mana. Eshitdinglar? Holki 1,4. 1 metr 4 santimetr Да. bo'yi. Ushi 20 плюс, почти 21. 20 plus, почти 21 ekan. Mana kalla qismidan ko'rsataman. Kalla qismi mощный. Bu Fox'da bolasi. Фокстың первый пробник Фокса. Fox o'g'li bo'lar ekan, прямой. Mashalloh. Цвет тоже светлый, брат. Объем груди хороший, mashalloh. Kostak. Kastaklariga ham ko'rib baho berib qo'yinglar obunachilar. Mashalloh. Qo'chqor вообще kuchli. Да, Joyida turmayapti. сильный. Dumba qismi ham zo'r. Kesda emas. Olib kirib qo'ydik. Hozir kameradan cho'chib ketyapti bu. Obunachilar, Bezuxi degan qo'chqor shu bo'ladi. Shu afsonaviy Bezuxi degan qo'chqorni shu deb tan olishadi Qirg'izistonda. Mashalloh, Fox'i o'g'li. Mashalloh. Qo'yasizlar mana. Qapasni oldida olib beryapman sizlarga. Qanaqa katta qo'chqor. Ko'zda emas. Брат, сейчас сколько матки добавили его покрыть? Так, 26. 26 bosh qo'yga qo'shilgan. To'g'ri? Mana saroyni ko'rib qo'yinglar. Saroyda ko'rib baho berib qo'yinglar obunachilar. Saroy nima qanaqa? Inshaalloh. Давайте, брат, будем рассказать об логотипе. Что означает ваше хозяйство? Брат, что означает хозяйство? Вот это логотип хозяйства Интымак Достук написано, да, здесь? Да. Интымак Достук, он вышел из того, что это хозяйство наше семейное. Мы 3 брата и отец. Вот из-за этого Интымак Достук. А престиж, Арасан престиж, то, что это порода престижная, что в дальнейшем разводить, селекцию выводить. Menga yoqdi bu naзванияsi, nomi yoqdi. Arashan prestij ham уже уровень другой degani-da, prestijniy degani-da endi. Mashalloh deb qo'yasizlar do'stlar, mana logotipni ham chiroyli qilib qilishibdi. Сколько лет уже занимаетесь вы Арашанами, брат? Именно Арашанами ровно в год, в ноябре вот было. Ага. Год назад начали. Rezultatga gap yo'q. Bu oxirlarda mana ko'rib turibman. Mana bu
nimalarni ko'rib turibman. Aka mashalloh deb yozilgan. Mashalloh deb yozilgan и Allohning buyrug'i bilan deb yozilgan. Ау. Allohning buyrug'i bilan deb yozilgan. Все по воле Alloh da. Да. Inshaalloh вот ko'rib qo'yinglar, baho berib qo'yinglar. А это когда вы строили сарай? Сарай мы весной построили. В этом году. Весной, да? Весной построили, да. Сколько денег ушло общий? Ну, не считали, но примерно где-то 10 тысяч долларов. 10 ming В dollar. общем, на все. Mana shu saroy qurilishiga obunachilarimiz 10 ming dollar ketibdi mana. Ko'ringlar. Tablichki тоже классный, брат. И вот oxirlarini ham zo'r qilib qo'ygansizlar, karmushkasini. Да. Специально, чтобы... Его эта схема есть, да, если что, наши подписчики будут спрашивать. Ну, можем сделать схему, да. Ага. Схема кормушки. Ага. Сделали решетки. Aha. Сюда ложится сено. Xo'p, beda qo'yiladi obunachilarimiz. Aha. Его преимущество то, что овцы, бараны туда не растаскивают. Они здесь кушают. Sayda oxiri borlik hisobiga mana buni qo'yib, hozir ikki tomondan ushlab turadi deyaptilar. Mana qo'llarida ko'rsatib, hozir yoqdan tortib olaveradi, чтобы не дробить, да, это? Да, чтобы не дробить и чтобы там тот отсек был чистый. Чистый, ha. Отходов не было, чтобы. Bu yoqda birinchi o'rinda tozalik bo'lib turadi deyaptilar. Qo'rada obunachilarimiz keyin дробилка qilinmaydi deyaptilar. Можем процедуру показать? Можем. Подписчик. Можем. Давайте, брат, покажем процедуру. Mana obunachilar ko'rsatib berishyapti, qanaqa bo'ladi mana. Buni kesilmagan holda bedani qo'yib, nima qilinsa, yeb tortib olaverar ekan o'zi. Mashalloh. Вот так ставим. И все, они туда его не уносят. Вот здесь вырывает и здесь же кушают, да? Achilar ichkari tomondan tortib yeb olaverar ekan. Я все понял, брат. Теперь понял. Понятное дело. Сейчас вот здесь вырывает, оказывается, они, да? Да. Там выставляется. Bu yoqqa qo'yiladi obunachilar. Bu yoqdan mana qo'ylar bir xil olib o'zi yeyveradi, pastga tushmaydi. Bu yoq Да. saroy toza bo'lib turadi doimo mana. Ko'rsanglar bo'ladi, saroy doimo toza bo'lib turadi. Bu yoqdan mana o'zlari qo'ylar tortib yeb olaverar. Zo'r ekan lekin. Sxemasini berasiz bizga aka buni. Мах. Иншаллах. Хорошо. Дадите схему, иншаллах. Возьмем. Наши подписчики тоже номер оставим сейчас. WhatsApp номер ваш. И они тоже будут, если что, на связь выйдет, Хорошо. возьмет. Kim saroyini, qo'rasini shunaqa qilib go'zal qilmoqchi bo'lsa, bu akamizdan bemalol shu nima ketadi, maslahat olsa bo'ladi. Еще Брат, это как можно почистить потом? здесь Вот почисти. это, кормуш. Вот, с двух сторон есть цепь. Aha. Sep qilingan. Его убираем. Aha. И он все опускается. Tushadi, tozalab olsa bo'lar ekan mana Потом obunachilar. веником чистим, вот здесь убираем. Спускаем и обратно это ставим. Tozalab olganim bu yoqdan mana bu bitta tarafini bundoq ko'tarib turib, tozalab turib, menga yopib qo'ysa bo'lar ekan. Джемди, да, Брат, это из чего? Вот это металл, решетки, металл, да? А этот ахр, который ахр, Это асбестовая труба. труба, да? 50-ка. А, Делается асбестовая труба, потому что если делать металл, то зимой, когда будет мокро, то язык барана Прилипить может. прилипает. Да, говорят. Понятно. Mana bitta lifehack do'stlar. Bu oxirgi qilishdan maqsad asbestdan, temirdan emas ekan, asbest turbadan, ya'ni можно открыть вот. Да. Asbest turbadan qilinayotgani uchun bu sababini aytib o'taman. Qishda muzlab qolmaydi deyaptilar. Muzlab qolsa nima bo'ladi desam, qo'ylar yeyotganda oxirgi tili yopishib qoladi dedilar. O'shanga zo'r o'ylabsizlar ekan dedim. Oldin buni ko'ruvdim bir qo'rada. Yana sizlarga ham mana sxemasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yoritib beray deb video obzor qildik. Сейчас сколько сказали, матки есть? 30. Здесь сейчас Ага.
39. 39. 39 ta qo'y bor. Все покрытки от Безухова, да? Да. Нет, не все 39, покрыты 26. Aha. А 13 они молодняк. Они весной будут покрываться. Hop, 26 bosh qochirilgan Bezuxidan bollari tushadi inshaalloh. Продается, если qo'chqari будет yig'niyati inshaalloh Да. родится. Да. 13 bosh yarkalar bor deyaptilar, yosh avlod, ya'ni qo'zi. To'g'rimi? To'g'ri. Qani ketdi aka. Lekin havasingiz keladigan darajada go'zal. Inshaalloh ana saroy. Saroy yoqda aka, mana Bezuxi. Qo'rqma. Bo'ldi. А это какой qo'chqar, брат? Это линия француза. Ага. Его отец неизвестный, но он хорошо дает Кучкоров. Ага. Продается? Нет. Или пока селекция? Нет, Кучкоры не продаются. Давайте вытащим, покажем это тоже, да? Хорошо? Ой, mashallah, mana obunachilarimiz qo'chqor chiqyapti. Olib chiqyapti. Qaysar ekan yomon. Olib boramiz u yoqqa. Mashallah. Qo'chqorni qarang-da. Liniya fransuz da это, брат? Линия француза, да. Mashallah, qo'chqorni ko'rib baho berib qo'yinglar. Сколько ему сейчас возраст? 1,5 года. 1,5 yosh, 1,5 года. Liniya fransuz. Линия француза. По линии матери Aha. шедевр. Onasi tomon shedevr ekan. Fransuzning liniyasi, onasi shedevr liniyasidan ekan. Не, прямая дочка шедевра. Прямой дочка Shedevra, да. Onasi shedevrni qizi ekan mana. Mashallah. Из-за этого светлый, да, mashallah? Да. Вообще-то французы бывают красноватые, светло-рыжие, но я иногда вижу вас. Вот тоже ваше хозяйство тоже увидел, да? Машалла, голова тоже. Ana kalla qismi, obunachilar. Mana korpus to'shi, mana kostyuklari obunachilar. Ko'rib baho berib qo'yinglar. Mashallah. Давайте этот разрез покажем. Курдюк. Курдюк он, когда был маленький, задние ноги болели. Ага. Из-за этого Курдюк чуть-чуть криво пошел, и ноги. Ага. Болел, да, в детстве? В детстве он, когда стойло держали, Ana. у него ноги подсели чуть-чуть. Dumma qismi. Kasal bo'lgani uchun qiyshaygan deyaptilar. Atak qo'chqorga gap so'z yo'q. Mashallah, скажем. Mashallah. Сколько зубов сейчас? 2 зуба. Ikki tish. 2 зуба. tish. Уши 22,5. Quloq 22, bo'y Бой 99 метр. 99 metrga yaqin. Mashallah. Paka bu tomosha, na ocenku. Да, на оценку. Не продается. Olib kirib qo'yamiz. Bu qaysi qo'chqor? Это сын Безухова. Месяц ему сегодня было. Mashallah. Рядом его мать, прямая дочка Мельбурга, сына блондина. Blondinni, hop, o'g'lini qizi. Мельбург. U Melburgda qizi bo'ladi shunda. Да. Bo'ldi. Hozir Ulanbayakada turibdi, Melburg. Эй. O'sha akani qoralardagi qo'chqorda qizi ekan mana. Дочка тоже Безухова, да, брат? Да, вот этот, который смотрит свет. Ага, вот это. Дочка Безухова, да. Да, это, да? Да. Сначала это купили, да, вы? Да, мы ее купили. Вот еще дочка Безухова вот эта стоит. И после этого потом Кучкора взяли, потому что она очень хорошо дает именно ярочек. Классный qo'chqor. Яркий вообще классный, да, машаллах, как говорится. Машаллах deb qo'yinglar do'stlar mana. Mashallah. Tabarakallah. Qaysi liniyalar, брат? Bu yoqda Аюповские линии, дочки Мельбурга есть. Есть 80-го линии. Да, дочка Дубайсана есть, вот черная, внучка танкера. Вот это вот большая дочка Мельбурга. Вот еще одна стоит дочка Мельбурга. А вот эти красноватые, они Аюповские линии. Ayubskiy, да? Да. Брат, qaysi liniyalar bor dedingiz bu yoqda? Здесь вот дочка Безухова, первая, которая стоит.
Вот это. Да. Ага. Спереди. Светлый. Да, светлый. Ага. За ней высокая, светлая. Вот. Красный бирка, да, задний. Задний красный бирка это как? Красная бирка это линия 80-го. Ага. И И рядом с рядом. ней Мгм. Джалбыс, ее кличка. Ага. Она внучка Нарбудана, дочка Гламура. А это ярочка. Это Ярочка, внучка Султана. Машаллах. Сатуга бармы? Сатуга вот эти Ярочки. Автоматки. Вот эти. Да. Ага. Покрыты. Satılады. Сатылады. Покрыты безухим. В сентябре покрыты. Bezuxiydan qochgan. Безухидан qochgan. Sentyabr oyida. Сентябрь ayında. Aha. Qanchadan bahsi biladi? Yo, o'zinglar $4000'dan. $4000. Aha. Optum. 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 Da. Necha bosh bor? 14. 14 bosh bor. Да. Все покрыты Все от от Безухова. да. Mana bu qo'chqordan qochgan Bezuxi degan qo'chqordan obunachilar. Boy ko'rsatdimi? Shu qo'chqordan qochgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. $4000 ekan. Mashallah deb qo'yasizlar. Bu yerda Ayupovskiy liniya bor, Mhm. Timurovskiy, Botya, 80, Mhm. Белая стрела. Ошол liniyalardan da. Shu liniyalardan bor. Da. Mashallah. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Kelishtirib, chiroyli qilib berishadi akalarimiz. Mana. Do'stlarimizni shu qo'rani egasini hosilaga ko'rsataman. Aslida Qurmonbay ekan emas, o'g'ilni topgani otaniki. Damirbay ekanmi qo'ralari aslida. Shu otamiz 1 yildan beri arashan qarab kelyapman deyaptilar. Ota 1 yil bo'ldi qaramayotganingiz. Bundan oldin ham qo'y boqqansiz. Ömür boyu bakıyoruz. Ha, yoshligingizdan. Yoshliklaridan qo'y boqib kelishgan, bilasizlar, Qirg'iziston xalqi, Qozog'iston xalqi, Tojikiston xalqi, O'zbekiston xalqi shu qo'yga o'zi chorvaga rosa qiziqadi. Umumiy holatda Qirg'izistonda xalqi ko'proq men kuzatib bordim. Yoshlikdan qo'y boqar ekan, yoshlikdan qo'ylar boqib kelishar ekan. Alloh barakasini bersin chorvangizga. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekistonga qo'noqqa keling. Vay rahmat. Buyurun Alloh rozi bo'lsin. Bunachilar, bunaqa echki ko'rganmisizlar? Mashallah. Как называется название? Бурская, порода бурская. Бурский, да? Да. 5 месяцев. Burskiy ekan mana, mashallah. Zotdor echki. Ko'rganmisizlar shunaqasi? A bu? Он нубийский. Порода нубийская. Mashallah. Qanaqa go'zal. Ko'z tegmasin. Sotilmaydi bular. Ha, satılmaydı. Tomoshaga. Bular bu ham sotuvga ekan. Sotiladi bular aka, ba'zi Да, kelsa. да, они продаются, сатылат. Это чей? Это сыновья. Бурая сын вот этого нашего Кочкора. Fransuz liniya который. Француз линии, которая, да. Burisi hozirgi fransuzda o'g'li ekan. Onasi buni Buri bo'lgani uchun Buri tug'ilgan deyaptilar. Ona rangi o'tgan, mana to'q bo'lib. A bu qo'chqorchi? Bu Кочкор Дубайсан деген танкердің баласының қозысы. Aha. Bular necha oylik? Бурый апрельский, апрель айында туылған. Mashallah. Светлая, она начало март, конец февраля. Hop, считай, hozir necha oy bo'lib qoldi shunda? 8 oylik bo'lib qoladi shunda. 7-8 ay болып қалды. 7-8 oylik, mashallah. Quloqlari necha mana bu Burin? Өлшеген емеспіз, 20 плюс та. Ha, 20 plus. Go'zal ekan, mashallah. Aloqaga chiqsa bo'laveradi bemalol. Obunachilar. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'laveradi. Hurmatli obunachilar. Mashallah deb qo'yamiz. Baholari qanchada? Бағалары договорная. Договорная, да? Келісім түрді. Dumma qismini ham ko'rsatasiz. Mana bu bizga qiziqib kelyapti. Mana dumbalari. Bu ham dumbasi yaxshi. Mashallah. Bunachilarimizni bitta olib chiqib ko'rsataylik dedim, yo'q demadilar akamiz. Mana baribir ko'rsangiz ko'z bilan
boshqa kamera yetkazib bera olmayapti. Go'zal ekan. Bu nechi tish aka? Бұл 1000 жарlik. Ha. 8, Endi yora, qo'zi tishmi? 9 месяцев, да, qo'zi tish. Voy mashalloh, 9 oylik. Go'zal. Natsenko-da. Да, по кличке Жалбыз. Kallani qaranglar, kallani. Kallani qaranglar. Kallasi moshna ekan. Klichkasi Jalpis, bo'y, qulog'i nechi? Құлағы 20 плюс, бой 80-ден өйді, 85-ден өйді. Ha, mashalloh. Ha. Go'zal. Dumani ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, quyruq. Razezda kansa-da, mashalloh. Да. Ha, razezda kansa. Bo'ldi, olib kirib qo'yavering biroz. Allah berekesini versin. Брат, сколько вы раз в день кормите? 2 раза? 2 раза в день кормите, да? Да. Утром сено, корм и вечером. Днем они пасутся. Днем пасутся. Днем пасутся обязательно, да. Они должны Клевер ходить. дадите, еще что? Клевер, отруби, кукуруза и ячмень. Aha. Maşallah. Hani. Beda berilarkan, makka berilarkan. Arpa ham beriladi. Арпа. Арпа. И еще есть спецкорм моталок. Он тоже добавляется в рацион. Ratsiona. Bu suvlarini necha mahallalashtirasizlar suvini? Су, ну, обычная вода. Ничего нету в воде. Не. Часто меняете, да, вода? Или... Вот в ведрах стоят. Они выпивают, мы доливаем обратно. В день несколько раз доливаю, несколько раз выпивают. Не замерзает? Ну, холод вчера только начался, чуть-чуть начало замерзать. Нашего подписчика, какое ваше желание? Подписчикам желание, чтобы у всех хозяйство росло. Кто уже начал. Кто еще не начал, пусть начнут. И главное, с породы начинать, с чистокровных. Qo'yda beraka bor, a? Qo'yda beraka bor, да. Alloh razı olsun. Rahmat aka, Arashan Uzbi Muhammad sizlar bilan bo'ldi. Obunachilarimiz Qurmonboy akamni qo'ralarida Arashan Prestige. Как вы сказали? Untumoq do'stlik. Untumoq do'stlik. Mashalloh. Mana xozayство, untumoq do'stlik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhammad Ali.